Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizdan qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Xalqarалық axborot vositalari barliq cheklamalar qarmasdan Sharq Turkistondagi lagerlarga bo'lgan ziyoratlarni kuchaytirmoqda. Trump Xitoyni 2020-yildan umid kutmaslikka ogohlantirdi. Xabarlarimizning oxirida Uyg'urlarning ishik oldiga ujmilar qo'yish odati haqida to'xtalamiz. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun. Yaqında Amerikanın nüfuzlu xəbər kanallarından CNN televiziyası Şərq Türkistanda Ürümçi, Torpan, Qashqar qatarlıq 6 şəhərini ziyaret qilish orqali lagerlarning ahvoli va rayonning umumiy vaziyati haqida keng ko'lamli xabar tarqatgan. Arqadan Fransiya 24 televiziyasi mo Şərq Türkistonda qilgan ziyoratini tarqatgan. 10 may kuni tarqatilgan mazkur programmada Fransiya 24 muxbirlari Turkiya, Fransiya ve Finlandiya ve Kanada qatarlıq dövlətlərə berib, u yerdagi münasibətli kişilər bilan uchrashgan. Ular bu lagerlarning o'rni va ko'lami haqida Google xaritalari va shundaqla Xitoyning har xil qurilish ho'digilish turbatlaridagi e'lonlar orqali muhim uchurlarni aniqlab dunyoga tanitgan Kanadadagi Xitoy o'quvchi Shaowenjangni ziyorat qilgan. Shaowenjang Fransiya 24 televiziyasiga qilgan so'zida lager qurilishlarining hozir davomli kengayayotganligini va tutqun qilinayotganlarning kundan kunga ko'payayotganligini bildirgan. Fransiya 24 televiziyasi muxbirlari yuqoridagi bu uchurlarga asosan Sharq Turkistonga bir qancha qatim berib lagerlarga yiqilinishga tirishgan. Ular Ürümchiga yaqin Davanchingdagi lagerga bormoqchi bo'lganda soqchilar tomonidan tutqun qilingan. Ular bu ziyorati davomida o'zlarining jami 7 qatim tutqun qilinganligini bildirgan. Ular rayondagi Uyg'urlarning har qanday soqchi va tekshirish punktlarida ochiq oshkor ayrimchilik uchraydiganligini, har yerda kamera borligini, nurg'un uylarning va do'konlarning taqalganligini bayqagan. Ular ma'lum bir do'konga yaqinlashib, bu do'konning yenidagi eshiklarning nima uchun taqalganligini so'rag'anida bir kishi muxbirlarga yaqinlashib, o'zini kameraga tatmasligini talab qilib, taqaq uylardagi kishilarning hammasining Davanchingdagi lagerga ketganligini, undan boshqa nurg'un kishilarning Davanchingga olib ketilganligini to'van ovozda so'zlab ketib qolgan. Bu muxbirlar yana Kanadadagi Shaowenjang ta'minlagan Google xaritasi uchuriga asosan Xotendagi lagerlarning biriga borgan. Muxbirlar buning o'zlari yaqinlasha olgan lagerdan biri ekanligini qayd qilgan. Ular bu lager oldi tutqanlarni ko'rish uchun saqlab turgan kishilarni ko'rgan. Bir bola muxbirga dadisining bu yerda o'qiyotganligini, bu yerning maktabligini bildirgan. Muxbirlar bu boladan dadisining nima uchun bu yerda o'qiydiganligini so'rag'anida, "Bola, men bilmayman" deb javob bergan. Yana bir bolami o'z akasining mushu lagerdaligini, akasining bu yerda davlat tili o'rganadiganligini, ammo nima uchunligini bilmaydiganligini aytgan. Fransiya 24 televiziyasi o'z xabarida Fransiyadan Xitoyga qaytgandan keyin lagerga olib ketilgan Gulbahor Xitib hojining qizlarini, shundaqla yana Finlandiyadagi yosh Uyg'ur faoliyatchi Xalmurat oilasini ziyorat qilish orqali navbatda dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'ur jamoatining hammasining degudek urug'tiqalardan xabar ololmayotganligini, bu tragediyaning nihoyat keng ko'lamli ekanligini bayon qilgan. Amerika bilan Xitoy orasidagi 11-navbatlik savdo suhbati natijasiz oxirlashgandan keyin Amerika 10 may kunidan boshlab 200 milliard dollar qimmatidagi Xitoy mahsulotlariga tamojni bejini o'stirdi. 13 may kuni Xitoy qarshi tadbirni e'lon qildi. Bu jarayonda Trump Twitter orqali Xitoyga va o'z davlatidagi iste'molchilarga bir qator ogohlantirish va eskartishlarni berdi. Trump Twitter orqali Beijingga xitob qilib, orqaga surish taktikasini qo'llanmanglar. 2020-yil mening yengishim aniq. O Xitoyga vaqti kelganda texmi passivalga tushib qolgandan hozir vaqtida hal qilib tizdan kelishim hosil qilish kerak degan. Lekin mutaxassislarning qarashicha, kelishim hosil qilingan taqdirda Amerika va Xitoy orasidagi cho'ng davlatlik raqobat to'qinishi yana davomlashadi ekan. Yaqinqi bir navbatlik savdo suhbati natijasiz oxirlashgandan keyin Amerika prezidenti Trump bajo o'stirish orqali Xitoyga besim tushirib, Beijingni tizdan kelishim hosil qilishga da'vat qildi. Navoda qayta suhbatlashadigan bo'lsa, shartlarning texmi og'ir bo'ladiganligini aytdi. Bundan burun u misli ko'rilmagan ko'lamdagi Xitoy mahsulotlariga baj o'stirish buyruq tushirgan edi. Twitterda muhim siyosiy uchurlarni e'lon qilishga odatlangan Trump shanba kuni orqa-orqadan 2 tweet yo'llab, Xitoyga orqaga surish taktikasi qo'llanish umidida bo'lmasligi haqida ogohlantirib, Xitoyning 2020-yilning keyingi yarmida o'tkazilgan prezident saylamidan keyin fursat kelishini saqlamasligini, tahlikali bir demokratik partiya nomzodining kelib qelishi orzusida bo'lmasligi kerakligini aytdi. Xitoyning yangi e'lon qilgan qaytarim tadbirlariga qarata Trump inkosimiz nihoyat oddiy dedi va Amerikaning foydali o'rinda ekanligini ta'kidlab, Xitoyning uzun yillardan buyon Amerikadan foydalanib kelganligini, har yili Amerikadan 5-600 milliard Amerika dollari olib ketganligini, o'zining bu xil ahvolning davomlashishiga yo'l qo'ymaydiganligini bildirgan.
İşik aldığı üzüm daraxı tikish Uyg'urlarning qadimgi davrdagi daraxt tutimi bilan daraxtni ulug'lash qarashidan shakllanib barliq kelgan xos odat. Bu xil odatni hozirmi yezi shaharlarning hammasida ko'rgili bo'ladi. Ajdodlar o'ltiraq uy yasab, muqim o'ltiraq qilish odatiga ko'chgandan boshlab, uyni suv eqib turadigan eriq o'stan bo'yiga selish, üzüm daraxti tikib ishik oldini ko'kartishni odat qilib davomlashtirgan. Üzüm daraxti baraqsan o'sadigan, umri uzun mevalik daraxt. Uning mevasi yoz faslining beshida, boshqa mevlar pishishdan burun pishadigan, yumron atlik, so'liq, shirin meva. Uning turlari oq üzme, qora qizil ranglik üzme va chiqir üzme degandek 3 xil bo'ladi. Oq üzme daraxti eng ko'p o'stiriladi. Mevasi intayin shirin ham shifoliq, xosiyatli daraxt. O kishilar kuzda tayyorlab olgan ho'l, quruq yal-yemishlar oxirlashgan, ochliq tugab qolgan seriqtal mazgilida pishib, insonning meva yeyish ehtiyojini qondirib quvvatliqlaydi. Ajdodlarimizning üzüm daraxtini ishik oldiga tikishida yana savob tepish qarashimi bor. Üzme pishqanda ishik oldidan o'tgan g'erib g'urvala, yo'lovchilar, balalar üzümini irg'itib yesa usuzlik qanadi. Üzme yeganlar üzme daraxti kuchiga qo'li dard ko'msin, nozu ne'matlari mo'l bo'lsin degandek yaxshi tilaklarni tilaydi. Türk Tilla divanida üzme daraxti bir qancha joyda tilga ilinib, alohida daraxt ekanligi ta'kidlangan. Üzme pishqanda üzme daraxti bor odamlarning ishik oldiga mahalladagilar kelib üzme yeyishidi. Shaharlardan kishilar to'plashib yezilarga berib, üzme saylis qilib, üzme yeb üzmening xosiyatidan bahra oladi. Üzmening shifoliq roli bo'lsa, jigar, mengini quvvatlash, taratni ravonlashtirish, tamratgini saqaytish qatorliq nurg'un foydali rollar bor. Aql ajdodlar üzme ikkinchi qatim pishqanda uningdan üzme shirini yasab, qish faslida atiganlik nashliqda 1-2 qo'shiqdan ichishni odatlantirgan. Üzmeni qo'ritib, vasalg'a qilib, iste'mol qilishni g'izolanish odati qilgan. Üzme shirini tayyorlash usuli nihoyat oddiy bo'lib, pishqan üzmeni dasturxonga irg'itib, billi tushgan yo'pirmoq shoxchilarni elib etib, qozonga to'kamiz. Quruq so'gat chiviqini yiqilg'i qilib, sus o't qaynatamiz. Üzme teripidan ayrilganda, quruq chiviq cho'yli bilan teripini suzib etib, üzme suyi qaramtul rangi kirgich qaynatamiz. Shirni tayyor bo'lganda quruq qachiq elib saqlasak bo'ladi. Shirnining quvvati kuchlik, shifoliq roli cho'ng bo'ladi. Vasalg'umi Uyg'ur tibobatida kasal davolash qishiltiladi. Üzüm daraxti tikish Uyg'urlarning pili beqish va pilidan yepak chiqarib, atlas, shoyi tovar qatorliq nafs raxtlarni to'qib, o'zgacha xos kiyimlarni tikib kiyishga asos solgan. Üzüm daraxti yog'ichi alohida qimmatga ega. Uning yog'ichi ching, chidamliq, uyush, yo'nishqa aplik bo'ladi. Shunga uningdan tangna, oyoq, qo'shiq uyuladi. Chalg'u asboblardan tambur, ravab, duttar, top chambariki, so'nay dastisi, nag'ir qatorliqlarni yasasa ko'rkam bo'ladi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.